Assalomu alaykum ümid avtogoz obunachilar, yaxshimisiz? Sog'liqlasizmi? Navbatdagi mashinalarimiz Lob avtomashinasi bo'ldi. Bunga 2 dona 30lik metan balon o'rnatib berdik. Shu hozir ko'rganingizdek ko'rib o'ta olmasak. Shu yerda diqqat bilan e'tibor bersangiz, zapaska baloni o'zining joyida turadi yana. Hech endi bellari o'zgarmaydi, pedalka bo'lmaydi. Mana 30lik balonlari yonboshda turadi. Bortni tengdaydi. Ko'rishlaringizmi yana? Birinchi 30'lik, ikinchi 30'lik. Hech nima mishati yo'q yine. Shuni diqqat bilan e'tibor berasizlar. Bu ham idealniy moshina bo'lib chiqarilgan. Zapravочниси. Eng asosiy bort döşelmedi. Bortni döşünü ko'rishlaringiz mumkin. Yani tapdagi bu zavodskiy bo'lib turadi. Dalda qismına keladigan olmasak, elde kısmına her zaman gidik lavada çempiyon redaktorlardan koyuladığına. Ötüşlerine bir dikkat bilen e'tibor berse, öte akkuratlik bilen çok yedi işlengen iddialı bo'lib chiqadi. Ortiqcha simleri görünmedi. Simleri pasti yok desem bo'lar yani. İzolatsiya bo'lib keladi. Kulchatdan geladi olmasa, kulchata her zaman gidik 301 avtomat kulchata bo'ladi. Gaza, benzine, ishida Velik çekilin bir gaz sağladı görüntü durardı. Kime şimdi sifatli hizmetler gerekirse bemalol aloqaga chiqaversa, bizning manzilimiz Xorazm viloyati Urganch shahar. Xorazm avtosavdo avtosaloni bo'ladi. Orientiri okean balxoni to'g'risida mashalanda kelaversa bemalol. Yine salonni ichi